Super Kubok qanday o'tdi sizningcha? Superkubok ancha qiziqarli bo'lib o'tdi. O'sha bitta dona penalti o'yin taqdiri hal qilib ketdi. Balki o'yindan keyin penalti seriyasini ko'rishimiz mumkin. Nasaf tabriklaymiz. Umuman bugungi ko'rsatilgan o'yin haqida Andijon o'z o'yinini ko'rsatdi desak bo'ladimi? Chunki ortiqcha jiddiy xatolarga yo'l qo'yilgani yo'q. Va bu nimaning samarasi deb o'ylaysiz? E'tibor bergan bo'lsanglar, Nasafda shu penaltidan boshqa vaziyat bo'lmadi o'zi. O'yin yaxshi tarzda ketayotgandi, lekin bitta penalti o'zida Andijon Sergey ekan, o'yindan o'yinga o'z o'yin topishda davom etdi. Mana stadionga kelgan muxlislarga, chunki fikrimizcha muxlislar ham bugun futbolchilarda ortiqcha e'tiroz bo'lmasa kerak ekan. Qanday ularga fikrlaringiz? Muxlislarimizni o'zi asosan shu muxlislarimiz ko'proq harakat qilmoqchi, ularni xursand qilmoqchi edik. Chunki uzoqdan yo'l bosib kelishdi, ammo bu safar nasib qilmadi. Xudo xohlasa keyingilardan nasib qilsa ularni xursand qilamiz. Bu yoqqa ozgina tanaffus bo'ladi. Mana shu tanaffus jamoaga vaqtinchalik qo'nish maydonchasini bajarib, yanada kuchayish uchun, oldinga o'tish uchun zamin yaratadi desa bo'ladimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Hozir oldimizga pauza bo'lganimiz uchun yaxshigina foyda bo'ladi. Mardiylar tamoman bizdan nima qilayotganini tushunib yetib, o'sha ustida ishlab yanada xudo xohlasa kuchayib qaytamiz. Rahmat.